Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Uyg'ur axborot markazining haftalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Muhammad Izzat. Guadardagi ta'sirdor arbob Xitoyning boshqarishidagi Guadar portini taqaydiganligini bildirdi. Amerikadagi cho'ng shirkatlar TikTok ishlatmaslikka undaldi. Angliyadagi musulmonlar 5-iyul qatl-ami munosabati bilan Xitoy elchixonasining oldida birlashma namoyish o'tkazdi. Amerika Xitoy qaratgan eksport cheklamasining doirasini kengaytmoqchi. Xitoy Amerikadan davlatga va yerlik amaldorlar qaratgan ta'sir ko'rsatish faoliyatlarini texnik kuchaytmoqda. Yuqori nomerga erishgan Uyg'ur o'quvchilar. Tövəndə diqqətlə xəbərlərimizin təfsiri məzmunlarında bo'lsin. Print Tour'ның 4-iyuldagi xəbəri ko'ra Pakistanning Balochiston o'lkasidagi g'olliq arboblardan biri Guadar huquq qo'g'dash tashkilotining mas'uli Mavlana Hidoyatur Rahman hukumatning bu yil 4-oyda imzolagan kelishimga rioya qilmaganligi sababli Guadar shahrida umumyuzlik namoyish o'tkazish uchun Guadar portini 21-iyuldan boshlab taqaydiganligini bildirgan. U Guadar huquq qo'g'dash tashkilotining asosiy talablarining Guadar shahridagi to'r bilan beliq tutish kemasi orqali harakat qiladigan qora jamiyatlarni yo'qotish, Guadardagi chegara nuqtalarini ochib o'tish, zaratkashliklarni taltukis tugutish, zaruriyatsiz tekshirish punktlarini amaldan qoldirish qatorliqlar ekanligini bildirgan. Agar Xitoyning atalmish bir balvoq bir yo'l tashabbusining muhim nuqtalaridan biri bo'lgan Guadar porti rostida taqilsa, buning Xitoyga konkret qanday ta'sir ko'rsatadiganligi va portning qachongacha taqildiganligi noma'lum. Federal Store'ning 5-iyuldagi xabariga ko'ra, Amerika Federatsiya aloqa komitetining komissarlaridan biri bo'lgan Beren Dankar, Amerikadagi cho'ng shirkatlarning bexatarlik omili sababli Xitoyning TikTok yumshoq detalini cheklash degan. U bu vaqtda Alma shirkatining bosh ijroiya amaldori Tim Cook bilan Alphabet shirkatining bosh ijroiya amaldori Sundar Pichaiga xat yozgan va mazkur xatni Twitterda ham baharlagandan keyin shularni qo'shimcha qilgan. TikTok nuqul holda video yumshoq detal bo'lmasdan, balki niqob. O sezgur uçurlarını toplaydigan bo'lib, yangi dokladlar Xitoy doiralarining mazkur uçurlarga erisha oladiganligini ko'rsatmoqda. Men Alma va Google shirkatlarini o'zining yumshoq detal bozoridan TikTokni o'chirib etishga undadim. Islom 21 Tour'ning 6-iyuldagi xabariga ko'ra, Britaniyadagi musulmonlar ittifoqi qatorliq Uyg'urlarni qo'llash ittifoqining a'zolari 5-iyul Urumchi qatlamining 13 yilligini xotirlash munosabati bilan Londondagi Xitoy elchixonasining oldida to'plangan. Mazkur faoliyat jarayonida tonilgan san'atkor Shams naq maydonda purki misr orqali Xitoy Kompartiyasining Sharq Turkistondagi zulmlarini obrazliq ifodalagan bir parcha rasm chizgan. Faoliyatga qatnashgan kishilardan Hamza Zo'rtes shunday degan. Xitoy Kompartiyasi natsist Germaniyasining shakli o'zgargan nusxasidir. Ular ishg'oliyat ostidagi Sharq Turkistonda bizning Uyg'ur birodarlarimiz va hamshirlarimizga qarata milliy, diniy, irqiy qirg'inchilik qilib beryapti. Bu zulmni va irqiy qirg'inchilikni to'xtatishga musulmonlar emas, balki butun insoniyat o'rtaq intilish kerak. Shayx Haysam shunday degan. Adolatni yaqinlash shariatning ulug' g'oyalaridan biridir. Shu vajdan Alloh har qanday shakldagi zulmni o'shkirdi. Shuning uchun biz cho'qim adolatni himoya qilishimiz kerak. Undaq bo'lmaydigan biz musulmonlik kimligimizni yo'qotib qo'yamiz. Bizning kimligimizdagi kam bo's bo'lmaydigan xususiyatlardan biri yaxshilikqa buyurib, yomonlikdan to'sishdir. Biz mana shu sababli tarixdagi eng katta ummatlardan biri bo'la oldik. New York Vaqt Tour'ning 6-iyuldagi xabariga ko'ra, buningdan 5 oy avval Rossiya Ukrainaga tajovuz qilganda, Bayden hukumati necha 10 davlat hukumatiga boshlamchilik qilib, Rossiyaning iqtisodiy va harbiy taraqqiyotiga to'sqinlik qilish maqsadida Rossiyaga ilg'or texnikalarni eksport qilishni cheklagan edi. Hamda Amerika hukumati mazkur harakatlardan yakunlangan tajribalarga binoan Xitoy va boshqa davlatlarning shirkatlari yoki tashkilotlari Amerikaning davlat bexatarligiga tahdid yetkazgan yoki kishilik huquqni dafsanda qilgan ahvolda bu davlatlarga bo'lgan eksport cheklamasining doirasini kengaytmoqda ekan. Bu jihatda Prezident Bayden va uning yordamchisi yana Xitoyning Rossiyadan olqib, Amerikaning uzun muddatlik eng chong raqibiga aylanganligini jakarlagan. Amerika o'z ittifoqdoshlarining Xitoyga qarshi eksport cheklamasini kuchaytirmoqchi ekan. Bu urinishning maqsadi to'g'risida Amerika Savdo ministrligining eksport cheklamasini nazorat qilishga mas'ul tarmoqi bo'lgan Sanoat va bexatarlik idorasining boshlig'i Alan Stevens shunday degan. Biz cho'qim Amerikaning texnikalik afzalligiga kafolat qilishimiz kerak. Boshqa chiqib aytganda Xitoy kelgusidagi har qanday to'qinishlardan bizga yoki o'z qo'shnilarga qarshi qo'llaniladigan texnikalarga ega bo'lmaslik kerak. Washington Vaqt Tour'ning 7-iyuldagi xabariga ko'ra, Amerika josuslikqa qarshi turish apparatining yangi dokladida ko'rsatilishicha, Xitoy Kompartiyasi o'z planlarini ishga oshirish uchun Amerika hukumatini va yerlik amaldorlarni nishon qilgan ta'sir ko'rsatish faoliyatlarini barg'ansiz kuchaytirmoqda ekan. Mazkur dokladda ko'rsatilishicha, Xitoy hukumati o'zining atalmish birliksa bo'limi orqali Amerikada oshkora va yoshirin ta'sir ko'rsatish faoliyatlari olib berish uchun intayin ko'p mablag' ajratgan bo'lib, bu Xitoyga qarshi qonunlarning ma'qullanishining oldini olish uchun
davlat majlisi a'zolariga salochilik qilish urinishlarini o'z ichiga oldi ekan. Xitoy yana har qaysi shtatlarda o'ziga moyil amaldorlarni yetishtirib, shu orqali markaziy hukumatga ta'sir ko'rsatadigan atalmish yerlik orqali markazni qo'rshash taktikasini qo'llanmoqda ekan. O'tgan yil Ramazonda Uyg'ur Project fondi Uyg'ur yer fondiga bergan pul o'rta maktabning 8-sinfida o'qiyotgan 4 nafar Uyg'ur o'quvchining hafta oxiridagi kurslarda o'qish bo'lish uchun ishlatilgan. Bu o'quvchilardan 3 nafari 461, 422, 412 numar olgan. Bir nafar o'quvchi 356 numar olgan. Nuqtaliq to'liq o'rta maktablar mushu nomerga asosan o'quvchilarni tanlaydigan bo'lib, to'liq nomer 500 ekan. Egilishicha Turkiyada bu yil 1 million 300 ming nafar o'quvchi to'liq o'rta imtihonga qatnashgan. 193 nafar o'quvchi to'liq nomer olgan. 400 dan yuqori nomer olgan o'quvchi 10% atrofida ekan. Yuqorqi 3 Uyg'ur o'quvchi ana shu ostondagi yuqori nomer olgan o'quvchilar hisoblanadi ekan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.